Shuni ochganimga 1 oy bo'ldi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Уже tugay deb qoldi. Esimga tushib ketdi sizlarga ham bu ilini edi. Mana hech qanaqa mog'orlamagan, ko'rib turganinglardek. Yaxshi turibdi. Ko'pchilikniki yarmiga kelganda mog'orlab qoladi. Tomatda endi bilganlar uchun takrorlash bo'lsin, men buni bilmaganlar uchun, ayol qizlarimiz uchun foydali bo'lsin deb aytyapman. Buni mog'orlamasligi uchun hamisha toza qoshiq solib ishlatinglar. Shunda hech ham mog'orlamaydi. Mana ko'p e'tibor bermaymiz. Ovqatga solgan qoshig'imizni yana shu nimaga tomat idishiga shunday solib olamizda, ovqatga solib ishlataveramiz. Shuning uchun bu ovqat yupqa qoshiqni solganimiz uchun bu ichida achib mog'orlab ketadi. Shunga doim toza qoshiq solsanglar hech ham mog'orlamaydi. Sizlarga foydali bo'lsin, yoqqan bo'lsa like bosib, foydali bo'lgan bo'lsa foydali deb yozib keting. Mana bunaqa foydali kontentlarni sizlarga ulashib turaman. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling. Ko'pchilik yog' quyib qo'yar ekan, lekin yog'dan ko'ra bu samaraliroq. Toza qoshiq solib ishlatinglar doim.